Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bir obyektimizga romlarimiz yetib kelgan. Bu obyektimiz 3 tumani Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Hozir ko'rsatib o'taman qanaqa joyga romlarimiz kelgan. Shu xonadonimiz oldi qismini gaykalik qilib, bir etajli qilib qilingan. Juda ham chiroyli chiqqan. Ichkarilarini ham ko'rsataman. Xo'p, bizga murojaat qilish uchun 50 882 0077 ga bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab qo'shni respublikalarga ham albatta xizmat ko'rsatamiz. Romlarimiz yetib kelgan. Romlarimiz to'liq 7000 Engelberg bo'lgan, energiya tejovchi oyna bilan qilib berganmiz. Hozircha bu yerda faqat romlari kelgan. Sababi oldin romlarni zakaz qilaman, ikkinchi etapda eshiklarni buyurtma qilamiz deganlar. 1.8 li shotlanka bilan qilib berganmiz. Hozir ichkarini ko'rsataman. Ichkari ham bir etajli bo'lib, juda ham chiroyli chiqqan. Kirish qismi bu yoqda eshigi bo'ladi. Hozircha faqat romlari kelgan. Panoramik qilib, katta oyna qo'yilgan. Romlarimiz ham juda ham chiroyli chiqqan. Bizni kuzatishda davom eting. Bitgandan keyingi jarayonlarni ham albatta gruppamizga, YouTube kanalimizga joylab boramiz. E'tibor uchun rahmat katta.